Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bolajonlar, sog' salomatmisizlar? Bolalar va shayton rukni ostidagi keyingi hikoyani eshitishga tayyormisiz? Har yil yangi yil bayramida shaytonlar juda ko'payib, bolalarni, hattoki kattalarni yo'ldan ozdirishga harakat qilar ekan. Hikoyani eshitib tursangiz, gap nima haqida ekanligini bilib olasiz. Bugungi hikoyamizning nomi Archa bayrami. Qishning sovuq bir kuni edi. Ko'chada qor yog'ardi. Bolalar esa quvonib o'ynardi. Uy ichida esa Said, uning singlisi Afifa, ukasi Yahyo va ota-onasi o'tirishgan edi. Singlisi Afifa derazadan ko'chaga qarab hayajon bilan dedi: "Voy, qaranglar, qo'shnimiz uyiga katta archa olib kelibdi. Juda chiroyli, yaltir-yultir bezaklari ham bor." Ukasi Yahyo ham ko'zlari chaqnab gapga qo'shildi: "Dada, nega biz ham archa olib kelmaymiz? Maktabdagi hamma olibdi-ku." Said esa odob bilan dadasidan so'radi: "Ha, dada, shu savol hammamizni qiziqtiradi. Nega biz archa olmaymiz?" Ota kulimsirab bolalarga mehr bilan qaradi: "Bolajonlarim, o'rinli savol so'radingiz. Kelinglar tushuntirib beraman." Ota hammani yig'ib, yumshoq ohangda gap boshladi: "Archa nasroniylar bayramining ramzi. Nasroniylar yangi yilda archa bezatishadi. Ular bu bayramda uylarni zarlar, sharlar va katta archa bilan bezatishadi. Ko'p sovg'alar olib, bir-biriga ulashadi. Yana ularning o'zlari to'qib olgan qorbobosi ham bor. U qorboboni oppoq soqoli bor. Uzoqlarda yashaydigan qari bir chol bolalarga sovg'a ulashadi deb ko'rsatishadi, ammo bularning bari yolg'on." "Voy, o'zlari to'qib olishibdi-da unda", dedi Said. "Ha, odamlar haq dinni unutib, Allohning buyruqlarini tark etishni boshlaganda, ular o'zlari to'qib olgan uydirmalarga ishonishni boshlashadi. Hozirgi kundagi nasroniylar Iso alayhissalomni yangi yil kuni tug'ilgan deb o'ylashadi va shu kunni uning tug'ilgan kuni deb bayram qilishadi. Alloh taolo Qur'onda shunday deydi: "Albatta, shayton sizga dushmandir. Bas, uni dushman tuting." "Demak, dedi ota, shayton bizga boshqalarning bayramini chiroyli ko'rsatadi, bizni yo'ldan adashtirishga harakat qiladi. Hamma nishonlayapti-ku, sizlar ham archa bezatinglar, raqsga tushinglar", deydi. Said: "Shayton bizni chalg'itmoqchi bo'lar ekanda", dedi. Ona ham suhbatga qo'shildi: "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas, u o'sha qavmdandir, deganlar." "Bu hadisdan shuni bilib olamizki", dedi onasi, "agar boshqa qavmni bayramini nishonlasak, ularga o'xshab qolamiz. Alloh bizga eng yaxshi bayramlarni berdi: Ramazon hayiti va Qurbon hayiti. Inshaalloh hayit kelsa, uyimizni chiroyli qilib bezaymiz, shirinliklar pishiramiz, sovg'alar tarqatamiz. Xo'pmi?" dedi. Afifa o'ylab qoldi va shunday dedi: "To'g'ri aytasiz, oyijon. Uyga archa bezatmaymiz, kerak emas. Siz bilan Qur'on o'qiymiz, hadis o'rganamiz." Ota yumshoq jilmaydi: "Ha qizim, barakalloh." Shu payt chetda kuzatib turgan shayton tishlarini g'ichirlatib: yana bu bolalarni chalg'ita olmadim", dedi. Said ham xulosa qildi: "Demak, biz bugun shaytonni yana bir hiylasini yengibmiz-da, to'g'rimi?" "Ha, shunday. Doim to'g'ri yo'lni tanlasangiz, shayton yutqizadi", dedi ota. Yahyo esa bolalarcha so'radi: "Oyijon, odamlar yangi yil kutsa, biz nima qilamiz?" dedi. Onasi uning boshini silab dedi: "Qish faslida tun uzun, kun qisqa bo'ladi.
kunduzi ro'za tutib, kechasi tahajjud namozlarini o'qisak bo'ladi. Tahajjudga navbatma-navbat uyg'onib o'qiylik. Birgalikda Qur'on musobaqasi o'tkazaylik. Hadislar yodlaylik. Mana shuni bayram qilamiz. Faqat shugina emas, tanaffus qilib, tashqarida mazza qilib qorbo'ron ham o'ynaymiz. Bolalarning barchasi bir ovozdan rozi bo'lishdi. O'sha kundan boshlab bolalar har kuni Qur'on yodlay boshlashdi. Onasi bilan birga kitob mutolaa qilishar, qish faslini maroqli o'tkazishar edi. Onasi bolalarga ba'zan shunday der edi: musulmon kishi hayotining har bir daqiqasini ilm bilan o'tkazadi. Alloh bergan kunni qadriga yetadi. Men sizlarga bugun kechki ovqatdan keyin mevali salat qilib beraman. Uyda turli mashg'ulotlar o'tkazamiz. Payg'ambarlar qissalaridan yangi bob o'qiymiz. Bolalar xursand bo'lib ketdi. Said shunday dedi: Alhamdulillah, shayton vasvasasiga aldanib qolmadik. Oyijon, dadajon, yaxshi hamki sizlar borsizlar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Ular quvonib, ota-onasini quchoqlab olishdi. Uy ichida iliqlik, mehr va Allohga hamd va sanolar bilan yotishdi. Endi bilib oldingizmi, bolajonlar, biz har yili yangi yilda sovg'a beradi deb kutgan Qorbobo aslida oddiy bir inson ekan. Biz unga ishonishimiz kerak emas ekan. Archa ham besatmasligimiz kerak ekan. Biz qish kunlarini foydali mashg'ulotlar bilan o'tkazishimiz kerak ekan. Shaytonning gaplariga uchmasligimiz kerak ekan. O'ylaymanki, bugungi hikoyadan siz ko'p narsa o'rgandingiz. Keyingi hikoyalargacha sog'-salomat bo'linglar.